Keling bir boshidan, ya'ni Rossiyaning informatsion maydonini qabrab olgan dezinformatsiyadan boshlaymiz. Rossiya ommaviy axborot vositalari meni deepfake ekanim haqida tarqatayotgan iddaosi shunchalar ahmoqonaligidan kulgiga sabab bo'lishi mumkin edi. Agar sizni chalg'itish bo'yicha katta sxemaning bir qismi bo'lmaganida, men sizga bir nechta lavha keltirmoqchiman. Oxir zamonni e'lon qilish uchun ham deepfake'dan foydalanishlari ma'lum bo'ldi. Siz mana shu personajni ehtimol YouTube'da yoki TikTok'da ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Uni yoki fizik olim yoki Oq uyning lobbisti, ba'zida esa hatto razvedkachi ham deb atashadi. Qisqasi qandaydir bema'nilik. Ammo Didovga hamma narsani o'rganib chiqib, aslida Egan Chalakan degan odam yo'qligini, uning virtual obrazi esa ukrainalik sektantlar tomonidan yaratilganini aniqladi. Tergov natijalariga ko'ra, fan doktori sifatida tanishtirilgan shaxs aslida yo'q ekan. Sektantlar tomonidan yaratilgan mana shu deepfake'ni mutaxassislar raqamli manipulyatsiya tarixidagi eng murakkablardan biri deb baholashdi. Xullas, bu personaj ruslarga qarshi ekani ayon, lekin juda sirli. Bir o'ylab ko'ring. Siz rossiyaliklar o'z hududingizda xavotirli o'zgarishlarning guvohi bo'layotgan bir paytda, tabiiy anomaliyalar esa zo'rayib, falokatlar tezlashib borayotgan bir paytda mana shunday bema'ni gaplar tarqatilyapti. Sizga faktlarni taqdim etishlari, istalgan vaqtda o'zining bayronalik kuchini namoyon etishi mumkin bo'lgan Sibir plyumi haqida xabar berishlari mumkin edi. Ammo buning o'rniga sizga mana shu ahmoqona gaplarni tiqishtirishyapti. Avvallari men bunday bema'nilikning ustidan kulib, orqamni o'girib ketgan bo'lar edim. Faqat bugun emas. Bunday yolg'onning narxi obro' bilan emas, insoniyatning kelajagi bilan o'lchanayotgan vaqtda emas. Sibirdagi magma plyumi istalgan vaqtda otilishi mumkin bo'lgan vaqtda emas. Bir tasavvur qiling, mana shu otashin magmaning ulkan oqimi hozirning o'zida yer qa'ridan uning yuzasiga qarab ko'tarilyapti.